Ben 10 yıldan keyin kesiplemez ailede muvaffaqiyat kazangan. Ballarım ülgü kıgıdek, ötüp ketken ömrümge pişayman kılmıgıdek bir adam bolsam deyman. Sizce? Ben 10 yıldan keyin tenim salamet bolsala, ballarımni yaramlı qıp terbiyelep, cemiyette bir kişilik orunga ega bolışıga türtki boğum. Andın ularni köngüldikidek öy ocaqlıq qılıp, nävirlerimni beqip, ularning xoşal-xoram, xatirjam yaşawatqanligini ko'rsam deyman. Sizce? Ben 10 yıldan keyin doktorluk oquşumni bitirib, davlat ichidagi yoki chet ellardagi fan tadqiqot o'rinlarida ishladim. Shu orqali fan tadqiqot natijasini o'ttirg'a chiqarib, ota-onamning yuzini yo'riq qildim. Sinavchi? Mening 10 yildan keyin arzuyim bo'lsa, oliy maktabni bitirib, shirkat ichib, eglik tiklab, nurg'un pullar tepib, ota-onamni ocham bilan fikam elib, butun dunyo sayohat qilg'izg'im bor. Seningchi? Mening 10 yildan keyingi arzuyim bo'lsa, dunyocha eng da'liq oliy maktabda aspirantlikni o'qib, nurg'un bilimga erishkim bor. Sizningchi? Soy efendim? Ya, to'xtamda tuting. Soqashtirmi? Ama balmarsın. Ha, Müzaffer, ettigende. Man alıp çek koyapsız bulam, ha? Yo'q. Nima ber sizdan? Ha. Öpürüm. Siz degan öpürey, ha? Muş kızning halqısı yo'q. Halqısını özür öpürey Allah. Men hem halqalı men de bazar düşüm, hey? Elan bulam. Men sizge yaxshi kitaptan bir öpürey, ha? Kitaplarımdan mı oku? Oy. Bekzadem, bek oturup kütüpsiz o. Nemi kıyası rahatsız ettigenler? Yaxshi. Tunigin bir beşi payız üstümeni kökendim. Tushundichu? İlqay. Ha, tushunda donliq kino jolpini artist bo'lib ketibsanmish. Nurg'ulg'an kino shirkatlari seni taklif qilib ketibdimish. Unkisini ko'rgan adam bizga imzo qo'yib bering deb ketibdimish, ha? Mish. Balam, bu tushni ikkingiz shiriklashib ko'rgan bo'g'aytinglar. Ochasa qanday bilding? Sen bundoq tushuncha kechda uxlamay turibli ko'rayotgan tursan? Ha, yigine ettigen tamqan istikye. Baptı balam, arslanның arzu armanlarının tüşü de olsun reallik işini kollap koyla. Islag'u ishi. Vay, unda dep ketmanglar. Real aşıdı, reallik aşıdı. Men dolamdan chaqirqiga bora olmasman. Ola? Ola? Ya aka. Balam, etken ben naşını yaxşı qilmasa çolpan boğulmayız mı adam? Bu tushgan bilim chaqirib olsam deb yenim yotgandek ekan. Sen chaqasam tushunib buziydi. Dada, buniki bor-ku, atganlik tomoqni quvvatlik. Tushlik tomoqni qo'saq rosa to'yg'chi. Kechki tomoqni normal yeyish kerak. Sinishliqda. Sinishliq. Ari. Ustazımız ılgarına et yaxşı gap qildi. Chavak. Bulam işte bunu ala, mektepke chiqib qolsa. Bulana. Ya Allah. Muş ettigende mektepke aldırganda ne gapli insanlık gölde düştürüyorlar, ha? Boldu, iştikigine sen. Şöyle ben de böyle turup tam. Ala. Okey, tam qarab o'tirsam tushuni keyin chiqmaydi. Ala. Shuni keyin o'yladim qanday. Ha, istik ya mektepke boldu, berib yaxshi o'qisang, reallik aylında tushun. Estağfurullah, korkma. Neymiş kaçtı bakalım? Çıktı canım. Kaçmalı fıkılırım, kaçmalı. Ama şikayet etten aldayım. Neymiş kaçtı fıkılırım bakalım? Ya kimsin ufkan ki? Makul. Çırayla akılları yani. Buldu mu? Bizden küçük olan akadatlar müzikali cipta. Ha makul, ben de ketiptim. Cipta. Ayıqa sana. Sıra ayakını. Tuğra ayakını sıra. Oy, silim kim yapsılığa? Biz oy bu. Tuğra. Kızmaqlanğa. Çayla qal. Çırayla qo'y lekin, ha? Ay, neymiş qilsangiz? Ha? Saçırdık vurun. Voy, unda qilmayli. Xata tushunib qoldi, cha. Voy, nimba? Mani menda. Ha? Vasiyet yapma. Nimba? Cipta. Canım
Yanak bek kapçıktı. Yanak bek kapçıktı gidi atma çayı kapını işiltiler. Yeydigen bitim, ayıp vereyim ya. Qo'saq to'q. Men tushundiray o'zimni. Men rejissor jima, men rejissor. Sen rejissor mu? Ha, yardımcı rejissor, yardımcı. Çıqlı müştirayına sen rejissor. Voy shu chiroyim sen ko'ribsizlar, o'zim sen qarroq, yo'g'aroq. Lekin endi Birisin çırayak dedim ha? chiroyliq deb boqmadi fikam qara. Çıkma. Ota-ana. Suka atayga. Telefonni qo'yla. Men jimtiray. Telefonni qo'yla. Ma'qul fikam. Ata sukani. Ata sukani. Men mamatga o'zim ko'rsataman. Fikam. Bu otizm mushundami otamsan? Olani bu la. Ben ağladım. Sağ ol sen. Sen çok güzel olmadın. Fikam uğal ki sağ ol ha. Oka. Ondan sonra ben ağladım ben. Ama gitti ve fikam gitti ve. Agar beni hep gidip kalsa sen yana bir gözlük attı. Bak o'zim yetadi fikam. Hadi Oka. Voy, yaq chachadigan narsa bu. Çaça. Buldu. Sana öyle. 1, 2, 3. Pop. Ha? Ne yapıyorsun? Yıkılıp bir şey girmeye daha. Tötküsüne bakayım. 4. Ben birden daha töt dağıttım ha. 1, 2, 3. Hadi ya. Çıkılça. Yaxshi. Menga dal sizlardek bolalar lazım. Ha? Biz sana lazım emas. Men ne chiqdim tushuntiraman. Men rejissor, men eski odam emas. Sen rejissor mu? Ha? Rejissor degan artist diyaman go. Albatta. Yaxshimi? Ha? Nakşita. Ben naqshni aytaman deb aytgan olmaydi. Aytar yaxshi. Yaxshi ayt. Yaxshi. Yo'q, men aytolsam ayt. Aytar. Ma'qul aytay. Abi kızanım ayrılıp kalsın. Ma'qul. Men aytay. Ma'qul aytay. Men bir o'yin olay, ha. Atay yo, gyuinay go yo. Osi osuru, miskeshitaru. Itina, emma, ititokote. Ina! Vay bolfkam hamda bu aytayvergil olmaydi. Meni oram bildig'inim shu hamda. Ya bo'ldi. Ya bo'ldi hamda. Nakşanı Uygurca tercüm kal bula. Ya bu ne? Tercüme olmaydi. Bu Japonca nakşı bu. Aytar yaxshi. Ayta bula. Ya nima ayt? Ayta. Ma'qul fikam, ma'qul. Lekin buni tercümesi yo'q. Bundan Mumayni Dora. Mumayni. Ha? Mumayni. Ya Mava ishib ketdi hamda bu bomba bu. Telefonni qo'yla. Chiqma. Vay, balalar balalar. Bulola. Oka, vurup koydum. Yaxshi. Oka. Ben bu sakçılık telefonumda bizim benim amalık koltuğa telefon et kaptım ha. Ha, bu geldi. Kayıcı. Ma ishni tervatdanlar. Git bana sakçını aldık kıldan ben cimtra. Ay bu nim bala qildi mashqanli bilan deyman. Fika. Yo'q, men adam bo'lay. Narsa mundara qilib beka tekisdi. Yaxshi sizlar. Ha, Jibo mening qutgan. Yo'q, men emas. Sinema. Ana. Bal o'g'risi. Bayıldık mı ya? O'tira. Tura. İsmini so'rab baqa. Ismi nima? Yusin so'pi. Nima so'pi? Yusin so'pi. Nimbraynoy. Ayım sağınma. Yo'q, men gilam bo'lganki shu bizning harakatimiz. Jinsi. Voy, akshu. Nerede otursan? Hozirmi? Hozir. Sizlar ruxsat qilsangiz, mishada o'tiray kirsinlar. Muhamberlik qilma ha. Shamol vaqti. Tepsili adırsan digine. Olmazlar yo'q, 1230 nomer. Qaysi ağıllar ko'p qaraydi? Shamol vaqti. Shamal va o'ltiraq rayonning ağıllar ko'p qaraydi. Nima kirdin bu uyga?
Men rejissor, film surat kelayotgan. Shu bolalarning obraz yarab qilib shu kendi qo'g'lablam kirib qoldim bu fuqishmaslik bu. Rejissor? Rejissor degan kino ishlaydi. Ha? O'tiringlar. Ha, o'tiring. Ha? Qanday kino ishlaysizlar? Biz odatda ko'p qismda ondan bir kino ishlaymiz. Hozir ishlayotganimiz kino. Ha, jiq qismliqmi, oz qismliqmi? Yo'q, jiq qismliq, oz qismliq demaymiz, kino. Kinoxona qo'yilgan kino. Kino shirkatidami? Ha. Men mushkas bak qiziqmanchu. Ha, shundami? Kichik vaqtim mushkas o'qiysa böyütlar unmaganchu meni. Shoma kasbim ma'qul qoldi. Qiziqmisiz bekachi? Bir narsa chiqmaydi qiziq. Alloh rahmat qiziqman kasbga. Ha, yaxshi. Endi mushu ma ishlayotgan kino birar ro'lda, ma tushlarga. Rol, bir rol bordi. Ssenariyni elitay oyoqni qishdi. Ssenariy evet. Shuning bilan mushu bir rol bor. Ha. Eski rolmi, yaxshi rolmi? Qo'ba baq. Ma eskiroq rol olib qolsa bo'lmaydi-chu, ma. Ayni. Bo'ldi ekan. Badanmi, mush chiroy, obraz shundan yaxshi. Bu yaxshi rol. Shu bir jasoratli bir yigitning rolichu. Ha, hozirqidaklar. Mana. Naq mushunda. Endi biz shu qarorni beraylik. Shu narsa chiqqan vaqt. Rejissor. Tura. Ha? Qarab baqay mana. Men tushkidek bir rol chiqqanimda qanday? Voy, nima ish qila olaysan? Hozir badanni bo'ldi ekan, badan bo'ldi ekan, nima ish qila olaysan? Buni so'rab qoldim, qara. Ha. Tura mana. Men bog'ga qara. Ha, qandig'ini qilma. Masalan, mush saz chala olayman. Usul o'ynay olayman. Naqshi ayta olayman. Animdan boshqa ha qandaq ayilqa artist bor, ha do'rayman. Masalan, Abdukirim abla Yusuf Sali deganlarni ay shami qilib meni. Ha, badan yaxshi ekan. Mushu badan bo'ldi ekan, ma obraz. Yaxshi qarajuma va kuzan yo'g'ayib qara. Qosh ko'z bo'ldi ekan. Lekin men kichik rol chiqmayman, animi deb qo'y. Bir rol bor ekan, Bama. Lekin yosh tas tushmaydi ekan. Sen cho'ng yosh talab qilamiz-ku, yosh tushmaydi ekan. Sakina qilamni. Shunga Tura. Sen tura. Kinishgan chiqla. Ya rejissor deb ketding o'zingni. Pastga meldi qilib qopdi kinishkilarining hammasi. Qilib qopdimi? Kimlik-ku badu? Yo'q, shu hammasi qilib qopdi ashada. Tura, ma bizning do'ppimizga jigit solma demay. Yo'q, men do'ppimizga jigit solay demedim. Ya'ni-chu. Rost qilib qopdi. Ma qanday? Voy. Boshliq. Ma o'zingni bilib, eng yaxshi ma kinishkilaring chiqira. Yo'q, shu kinishga qilib qopdi dedim. Qilib qopdimi? Menga putpuzraydigan rejissor borimiz ayaga. Yo'q, pastli purmaydi. Mana yo'qmi? Men aloqa qilishman. Mana sen Afkunlarim, ma qandaq ish bo'lsa, bizga xabar qilingan vaqtida. Bo'ldi. Ma ota-onaning boqchima ishlarni ching taqib, ma har qanday katta odamdan kirgizmagan ma'lumga. Xo'p, boshla. Ha, ma nomerimiz bilganki telefon qilinglar, ha? Ma'lum qo'sh. Qutuldik. To'g'ri. Hey. Degandek, ma ishni bitib qo'ydi. Nima kichik bolani qilgan qilishirgan bu? Qarsam ben qat'iy qilib o'qib ketibsiz. Men derazni ichib qo'ydingiz, pash kirib oldi. Pashchaqada qon yo'q qo'ysin endi. Muzaffar. Ha? Ishki balnelik kinoga tanlamamdiki. Dedim-ku ya bir gap qildim, qilmadim sizlar idardikilar. Qaşqı baldan? Arslan bir ilg'arni. Nima gapindaysizlar? Voy, kinoga bekitibdimi? Tanlamadimi? Shuni gap qilmadimi? Men uni surishtirmadim. Voy, endi siz bir idoraga surishtirib baqsangiz nima bo'ldi? Men nima deb surishtirmay, mening ishki balamni tanlig'ini kaptikansizlar. Men ishki balamni ishlatinglar dedim-a? Ishim bo'lmaydi. Sizning bu ishki balangiz bir aktyorlik fakultetlarini bitirganmi? Voyjon. Endi bir kichikgina rolga bir o'qish ketmaydi. Bu ikkisininki turqidilam qamlashtira oladiganlik chiqib turdi. Qarab beqma. Men Arslan qarang-a. Turqli bir artist bu bolamdan. Yo'q. Qarang, buni avval bir rejissyorlar tanlab, bunda bir rol o'ynatib baqadi. Agar shu o'zining talbiga mos kelsa, uningdan keyin tanlab ishlatadi, rasmiy bekitadi.
O bir kıtım köygen adamın hammasını mening balamla tanla deb, mening balamla tanlang deb turvasak bo'lmaydi. Voy o'ynay oladi. Siz bir rol o'ynab bakqanmi? O'ynay oladi-ku. Shunda sho'x tursa bu balla. Va bir nat adamning balları nalardan kelib mishadi, rolini o'ynab, bizni naqsh aytib, bir usta o'ynab qolib cho'pan bo'ldi. Nalardan kelib? Nalardan kelib degan gapni qilmang. Bizim shu nalardan kelib hammamiz bu yerga yig'ilgan. Ya deyman, deb qo'ysangiz nima bo'ldi? Bir idora bo'lgandan keyin, uning ustiga u ssenariyni siz yozgandan keyin. Saniye. Bu ssenariyni men yozganligim uchun mening ballalarimni, xotinimni o'zimni ishlatish kerakmi? Voy yo'q, qanday. Sizni meni ishlatsin demdimi? Ishqi balaga bir xotira bo'lib qolamdiki deyman. Akina resurslarni tanlab qolsa shu vaqt bir gap bo'lar, ha? Ya bo'lmasa Muzaffar menda o'ylab qoldim. Men Arslanning o'rganishimi toz yaxshi emasdan, ya o'qishga qiziqmasa bu. Uningdan buni san'at maktabiga kirgizib o'tdim deb ashadli o'qib kecholpan bo'lib ketsin. Saniye siz o'qituvchi, ha? O'qituvchi loyiq gap qiling. O'rganish natijasi yaxshi bo'lganligi uchun uni san'at maktabiga olib imtihon bergizamdiq. Ha, u qiziqmasa o'qishga. O'qish qiziqmaydigan, ha? O'rganishda natijasi to'g'ri odamni tarbiyalab beradigan san'at maktab natijasi to'g'rilarning standartiyasimi? Bu san'at kasbimi boshqa kasbga o'xshashli bir fan bumi? Unisi bir alohida kasb bu. Naqsh ayta oladi-ku, usul o'ynay oladi. Naqsh aytib usul o'ynay olsa hisobmi? 100 odamning ichida 100 odam tug'ilsa, men sizga 80 odam naqsh ayta oladi. Yo'q deganda. 90 odam usul o'ynay oladi. Uni o'ynadingiz deb san'at maktabiga olib berish kerakmi? Voy nima xaplab ketsiz? Ya xapab ketmadi, men gapingiz qamlashmadi. Voy, o'rganish natijasi yaxshi bo'lmag'achqa san'at maktabiga olib beraylik. Shu adam o'xshashlar madaniyat fanlarini o'qiydi, undan keyin kasbni o'qiydi, hammasini layoqatli bo'lsa, undan keyin bir mukammal arzu olaydi. Ya'ni o'xshashlar oliy maktab imtihonida qatnashadi, kasbdan taq ayrim imtihon berdi. Buni biladigansiz? Ya bilaman. U bir alohida kasb umi. O'zida bu alohida kasb bo'lganligi uchun uning o'zida bir hujjari bo'lish kerak, qiziqish kerak. Va qiziqdi-ku Arslan. Qiziqishli hisobmi? Bola taq kichik, hozir qiziqish degan olmaydi. Bu sen avval bir aqlini topsin. Avval bir to'liq o'tirmakdan bir bitirib baqsin. Undan keyin bir gap bo'lsin. Qanday? Endi bildiroq akirib pasak, asta-asta keyin qiziqib qolamdiki deyman. Bizni o'ydimmi, bizni avlodning ishidimi bir cho'lpan chiqib qolsin. Maqaran. Ma bolalarning qiziqqan kasbiga hurmat qilaylik. Bu bolalar qiziqmasa zo'lab uni cho'lpan qilamiz deb avurlab nima japa? Bir idora bo'lganda kelik rejissorga deb qo'ysangiz bo'ldi. Hech bo'lmadi deganda bir xotira bo'lib qoladi cho'ng bo'lganda. Ajab bir ishlar prinsip ko'tarib ketgansiz. Yo'q, cho'ng bo'lgach bir gap bo'lar. Ha? Bugun tekshirgan topshiriqlaringiz tutganmi? Biz izlagan bo'lim naq mush bo'lsa. Jura. Men kirmay turaymi? Ay, mana chiqib ketdim. Asıl fıkışmasın topkan ha? Bala emasmi? Ha, mening ballalarim sal sho'xroq chiqib qoldi. Sho'x. Ha, Xanifka men kompyuterdan yanaqida ilanga. Ha, yanaq yemay. Siz bir ajliqcha yanaqdan yanaq kelmaysiz ras, ha? Siz mi qiziqkansiz ukam? Bu sizning og'zingiz yemay, ko'zingiz gapsiz emas. Bizning kelishimizga maqsad Muzaffar aka. Mavo bizning rejissor, ma asarni Muzaffar yozgandan keyin, ma asarga ikki kichik bolaning rolini cho'qim Muzaffar bir narsa o'ylab yozdi. Oshning ishki bos cho'qim naq tushdi. Shuni epliklang deb mishaga evatganda. Bizning ishkisimi? Ha? Arslan ilg'arma. Voy tushdi, u bola bek tushdi rolga. Ha, tushdi. Voy, qani ag'ir o'tirib. Qani e'lon, men e'lonlar. E'lonlar. Ha, shunga sizmi to'g'ri topsangiz, ash ishki bolani bir ishlatgan bo'lsak, mush asardan bir gul chiqarayotgan bo'lsa degan umid keldi qo'yakanda. Voy, gul chiqarayotdi. Bu navat baqchana navat chiqib qo'yinglar. Bekitdingmi bu bolalar?
Zade, muş işki balı var, ertesi olduğun bala. Bulup maş arslan balan var o. Zade, ertesi kıl tuğulgan balıcım o. Özüm şok. Endi şu bolun bekitkil keldik de bergende. Obdan baptı. Şoňa endi siz muş toğry tapsıňyzmış bilen bir işletken bolsakmış. Endi men go qoşulmayma demeyman, endi özümüzning idarasının işi. Lekin endi men ballanınki hem özünün bu işki qiziqishi barmı yo'q, men uni taz bilmayman-chu. To'g'ri, endi men ballaning endi o'qish masalasimi bir Muzaffar. ana ichqinlar. O'qish masalasimi hem o'qiyotdi demasin balla. Yaqinda imtihonimiz bor deganda qilgan. Qani o'zi bilan bir maslahatlashib qo'yman. Undan keyin agar balla qo'shilib qolsa, men resorning o'ziga telefon qilsam bo'ladi. Bo'ladi. Bolsa ammolar mush bol ishiltayli. Biz mu hamda boshqa yana bir ortsiz deb tushunmayli. Ballarım şok olgan ekan. Emse biz mu qaytayli Muzaffar aka. O'yinni ko'rib oldik. Yana arliqda yana bir kelamiz. Voy bu quruqlam chiqasizlar. Voy yo'q. Bundan o'yinni ko'rib olgandan keyin kelinglar ukam. Bo'ladi. Men xizmatdosh bo'lib qolibdi ukam. Voy chiqma. Yana bir qatim yeyamiz ham. Ma'qul quruq yo'qlar. Qanday oldu? Nima qanday bo'ldi? Voy, işki balı rolga. Buni obdaroq o'ylashib bo'ladigan deyli, ha? Acaba bunu o'ylashqidek neyimiz var Muzaffar? Acaba bir prinsipchisizmi? Tushudi-ku bular. O tushudaplam da qilsak bo'lmaydi. Xalqanidan ustiga chiqiblamlar, uni o'ynansa o'ynayalam, o'ynayamamda uni. Voy, o'ynaydi. Avvalda rejissorlik beksin, buni siz bekitmang. Jura? Bu ballan ishi. Voy, Arslan texnik Birazdan uruşdunlarmı? Vay ya. Birazdan tayak yedinmi? Voy, bo'ldi qiladi turma. Men bayar kimdan tayak yedi bu? Dada, apa? Men kelma dada. Apa? Men chiqma. Mashhur chiroyni. Yana birazdan urush qalqi. Vay ya. Qaqli urishsinlarmi lan? Vay ya, kino shunda testo. Birdam o'tda degan, birdam qo'p degan. Birdam yig'la degan, birdam kul degan. Bu akaga 4 soat o'g'an tamog'ini hozir qadar bamdi bizga. Shu, film qo'riqlab ketdi. Zalmish kino degan narsa uy choydamlab, event tepib, qusur chiqirib, tillab turib ko'rgan narsa ekan bu. To'g'ri. Kino ishlagandan yaxshi qilsam yaxshi-ka. To'g'ri. Balam bu siz nima deyapsizlar? Har qanday kasbning o'ziga tushli qiyin nuqtasi bo'ladi. Nom tepish unchalik oson emas. Bu sizlar ham kino ishiga yeyapsizlarmi? Ha. Kimni so'rab adal kim opatsizlar? Opam.